Jonlar, CC kremimizdan keldi. Mana, yana 100 ta keldi. Kimga kerak bo'lsa, direktdan yoki lichkaga yozinglar. Telegram nomerim qoldiraman. Telegramdan yozsanglar, zakazlarni Telegramdan qabul qilamiz. Endi hammaga yetadi. Ulgurmay qolganlar tez ulgurib qolamiz. Soni kam. Qizlar, buni ko'pchiliklar shtrix kodini so'rabsizlar. Mana shtrix kodi 880. Yog'iga mana Madin Koreya deb yozilgan. Meniki 100% original qizlar Koreyadan ishlab chiqazadigan zavodidan keladi. Buni narxidan ham bilsanglar bo'ladi. Buni narxi unaqa arzon turmaydi. Ko'pchiliklar endi bilaman, hammani qubri yetmaydi. Shunda ham men buni Ronusnikini olib kelganman. Zangminikini so'rayapsizlar. Zangmi faqat SPF kasida farq bor. Mana menikida Ronusda 38 yursa, Zangmida 50 yuradi. Faqat shunisi farq bor. Ichki tarkibi hamma narsasi bir xil. Zangmi qimmat, 300-400 ming turadi. Bu ham bir xil. Budjetni bo'lgani uchun men buni olib kelganman. Endi hammani 300-400 mingga bitta kremni olishga qurbi yetmaydi-yu. O'shaning uchun mana shu CC kremni bir martaga ishlatib ko'ringlar. Qishin yozib mazza qilib ishlatasizlar. Ishoninglar, mana namlantiruvchi ham ishlatmaysizlar, SPF ham surmaysizlar. Tonalka hamma narsasi ichida bitta o'zini qo'linglarda kremni ishlatganda ishlatasizlar, tekis bo'lib koreyslarning yuzchasida bo'lib turadi. Bir martaga olib ishlatib ko'ringlar. Buni anaqasini podelkasini O'zbekiston ishlab chiqaryapti. Xitoy emas, boshqa davlat emas. Korobkasi, shtrix kodlari, hamma narsasi bir xil, faqat ichi har xil chiqyapti qizlar. O'shani anaqa qilinglar, originalni olishga harakat qilinglar. Erta bir kun yuzingizda narsa toshib ketadigan bo'lsa, pastda ya'ni narsa toshib yuradigan bo'lib qoladi. Yoki dog' orttirib qo'ysanglar, dog'larni birdaniga ketkaza olmaysizlar. Yillar davomida vaqtingizlar ketishi mumkin dog'ni yo'q qilishinglar uchun. Menda 100% original. Kim zakaz bermoqchi bo'lsa, mana shu nomerda Telegramim bor. Telegramga bemalol yozib yuringlar. Soni kam.